90% onali shu 3 ta noto'g'ri maslahatni doimiy eshitgansizlar, jumladan siz ham eshitgansiz, to'g'rimi? Birinchi maslahat: ovqatni qozondan ber, hech narsa qilmaydi. Chaqaloq oshqozoni hali rivojlanmagan, tuz, yog' va ziravorlar oshqozonga og'irlik qiladi va toshmalar chaqirishi mumkin. Shu sabab bolalar uchun maxsus qo'shimcha ovqatlarni tanlash tavsiya etiladi. Ikkinchi maslahat: chanqayapti, ko'proq suv ber. Ona suti yoki smesda bola uchun yetarli suyuqlik bo'ladi. Ko'p suv oshqozonni to'ldirib, bola sutni kam ichishiga olib kelishi mumkin va rivojlanishga ta'sir qiladi. Agar bola suv ichishni yoqtirsa, shifokor tavsiya qilgan maxsus choylar mos keladi. Uchinchi, siz eng ko'p eshitadigan maslahat: ozroq achchiq yesa hech narsa qilmaydi. Bu juda xavfli. Chaqaloq oshqozon shilliq qavati yallig'lanishi mumkin. Ich ketishi, qusish va og'riqlar paydo bo'lish ehtimoli bor. To'g'ri oylikdan meva, sabzavot pyurelari, keyin esa maxsus kashalar eng to'g'ri tanlov. Video foydali bo'lgan bo'lsa, uni o'zingizga saqlab qo'ying va shu kabi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun esa bizning sahifamizga obuna bo'ling.